Assalomu alaykum, to'rdagi barliq roman anglag'uvchi do'stlar. Biz Angliya yozuvchisi George Orwell yozgan 1984 romanini o'qishni davomlashtiryapmiz. Oldin qismda Winston O'Brienlarning tutilganligi, O'Brienni so'roq qilmoqchi bo'lib, boshqa kameraga yo'tgan yeriga kelib to'xtagan edik. Endi davomini o'qiymiz. U atrofiga butunlay Poribor ölçügüçler o'rnatilgan kuchlik chiroq nuri ostidagi bir o'rindiqqa bog'lab qo'yilgan edi. Sirtdan taraqlagan o'tik ovozi anglandi. Eshik jaranglab ichildi. Sham yuzlik ofitser ikki qorovul bilan birga kirdi. 101-numurliq uyga, dedi u ofitser. Oq kiyimlik odam keyniga burilmadi. Winstonga qarmadi. U faqat ölçügüchga qarayotdi. U kengliki 1 kilometrcha keldigan oltundek nurlar bilan yo'ritilgan bir yo'g'on koridorning ichiga kirib qoldi. Atrofdan o'zining nihoyat yuqori ovozda kulayotgan, to'g'layotgan, iqror qilayotgan ovozi anglanayotdi. U hammani iqror qilayotdi. Hatto u qiyin qistoqqa bardoshlik berib, demagan ishlarni iqror qilayotdi. U o'zining butun tarixini olburun 5 qo'ldek bilib bo'lgan bir tomoshabinga so'zlab beryotdi. Uning bilan qorovullar, oq kiyimlik odam, O'Brien, Julia, Charrington qatorliqlar bor edi. Ular hammasi koridorda aylanayotdi, kulishayotdi. Beshimga kelib qolarmikin deb o'ylagan nurg'un qo'rqinchli ishlarmi o'tib ketgandek, undaq ishlarmi yuz berib boqmagandek, endi hamma ishlar o'ngishlanib ketadigandak edi. Bu yerda endi azob yo'q edi. Uning hayotidagi eng oxirgi detalmi yalang'ochlangan, tushunilgan, shundoqla kechirilgan edi. U yog'och karvatdan turdi. U texcha O'Brienning ovozi yo emasligini jazmlashtirolmagan edi. U butun so'roqlarida uni ko'rib boqmagan bo'lsa-mu, u O'Brien yinimdala bor, faqat ko'rolmayotman deb his qilib kelgan edi. Hammaga yetakchilik qilayotgani O'Brien. Qorovullarni uni o'ltirib etishdan to'sib qolgani O'Brien. Uning qachon vaqirishi, qachon odam elivilishi, qachon tomoq berilishi, qachon uxlishi, qachon ukul urilishni qaror qiladiganim shu. Savolni shu so'raydi. Javobni shu samiga solatdi. Qiynig'uchim shu, qo'g'dig'uchim shu edi. So'roqchim shu. Do'stim shu edi. Bir qitim ukul silib uxultilgandimi, yo normal uyqusidimi va yoki uyg'oqdimi, aytavur bir ovoz uning quloqiga: "G'am yema Winston, men seni qo'g'dayapman. 7 yilning yoqi men sana qarayapman. Endi burilish payti keldi. Men seni qutqizaman. Seni mukammal qilib etaman", degan edi. Winston bu ovozning O'Brienning yo emasligiga aniq bir narsa deyolmaydi. Ammo 7 yil burun "Qorong'ulik yo'q bir yerda ko'rishimiz" degan gapni qilgan ovoz dal mushu edi. So'roqning qanday oxirlashganligi uning esida yo'q edi. Boshda uning qalbida bir qorong'ulik bor edi. Ondan keyin hozirgi kameraga yoki uyga ilib kelindi. Endi u atrofini sal-pal farq etishga boshladi. U karvatda o'ngdisig'ila yotadi. Qimir qilolmaydi. Badanining muhim bo'laklari ching bog'lab etilgan, hatto beshining keynimi medirlamas qilib etilgan edi. O'Brien uningga o'tkir ammo qayg'uli bir nazarda qarab turadi. Tuvandin qaraganda O'Brienning yuz terisi yiriklashib ketgandek, o'zi qeyrib ketgandek ko'rinadi. Ko'zining ostimi xaltilashib ketgan, burnidan mangzigacha siziq-siziq qo'riqlar tortilib ketgan edi. U Winstonning o'ylig'idan qeyri edi. Balkim u 48 yoki 50 yosh bo'lishi mumkin. Uning qo'lining ostida bir kontrol taxtasi bor edi. Ustida bir tutquch bor edi. Ustida sonlar mingib turadi. "Men sana agar biz ko'rishib qolsak, mush yerda ko'rishimiz degan edim", dedi O'Brien. "Shundoq", dedi Winston. O'Brienning hech nima demasdan qo'lini ozroq midiriltishi bilan tangla Winstonning badaniga bir chidovsiz og'riq tarqaldi. U bekla tasvirlagisiz og'riq edi. Chunki u og'riqning qayerdan paydo bo'lganini bilmaydi. Ammo badanida ajallik o'zgarish bo'layotgandek sezdi. U bu o'zgarish hozir naq yuz beryapti yoki to'xta paydo qilinganmi, uni bilolmadi. Ammo uning badani to'lg'ishib, shakli o'zgarib ketdi. Bo'g'imlari ajrab ketishga boshladi. Og'riq azobidan chekisidan ter quyilib ketgan bo'lsa-mu, u hammadan bek umurtqisining qarshisida sunib ketishidan qo'rqib ketdi. U tishni mahkam tishlab olgan,
Amal bar medirlab ketmaslik uchun burnidala nafas elayotgan edi. Qo'rqib ketding, dedi O'Brien uning chiroyiga qarab. Bir necha minutdan keyin biror yerim sunib ketarmikin deb qolding-a? Haqacan, hamidin bek umurtqangdan ansirayotsan. Sen shu topda umurtqaning qarshisida sunib, yo'lullaring yiqib chiqib ketishini tasavvur qilyotsan. Shundaqmi, Winston? Winston javob bermadi. O'Brien kontrolg'uchning ustidagi tutqichni sal keyniga yondirdi. Og'riqmu shaptala keyniga yondi. Bu qiziq, dedi O'Brien. Qara, buningdagi son 100gacha bor. Parang jarayonida men qachon xohlasam og'riqni qanchalik darajada ko'tara oladiganligimni unutib qolmasligingni umid qilaman. Navoda yolg'on etsang, gap o'ynasang, yo odatdagi normal aqliy saviyangdan tushib ketsang, hozirgi og'riqni unutib qolma. Tushundingmi? Ha. O'Brien sal yumshidi. Ko'zoynakini qayta o'ngshab, oldi keyniga 2 qadam mangdi. Ovozimu ko'p sipoyilashdi. Uning yurish-turish, gap-so'zlari jazolamoqchi bo'lgan odamnikiga emas, tushundirmoqchi, qoyil qilmoqchi bo'lgan bir doktorning, bir o'qituvchining, hatto bir popnikiga o'xshab qoldi. "Sana ko'ngil bo'lyapman, Winston", dedi O'Brien. "Chunki sen arziysan, sen o'zingdagi masalaning nimaligini bilasan. Sen buni bilgili necha yillar bo'ldi. Garchi bilmas bo'lishga jiq tirishgan bo'lsangmi, sening zehning normal emas. Xotirangni joyida degili bo'lmaydi. Sen haqiqiy bo'lgan voqealarni esingda tutolmaysan. Aksicha faqat bo'lib boqmagan ishlarni bo'lgan deb o'zingni mushunda qoyil qilib kelgan. Taliyinga buni hilmu davolig'ili bo'ladi. Sen o'zingni davolab boqmading. Chunki sen shunda qilishni xohlamading, tanlamading. Sen faqat bir irodaga kelishga kichkina tirishchilik ko'rsatmading. Hatto hozirmi sen shundoq bir kasalga mubtaloki, hali ham u kasalni bir go'zallik deb qaraysan. Qani, bir misol ilib boqayli. Hozirning o'zida Okeaniya qaysi davlat bilan urush qilyotidi? Men qo'lga ilinganda Sharqiy Osiyo bilan urush dedi. Yaxshi. Sharqiy Osiyo Okeaniya azaldan Sharqiy Osiyo bilan urushda, shundaqmi? Winston ichiga bir netindi. U eg'izni ichib gap qilishga bir tamshilib gap qilmadi. U ko'zini kontrolg'uchdan uzalmay qoldi. Rost gap qil, Winston, rost gap. Manga esingda qolg'in deb ber. Esimda qilishimcha, men qo'lg'ilinishdan bir necha hafta burungacha biz Sharqiy Osiyo bilan urushda emasdik. Aksicha uning bilan ittifoqdosh edik. Yevro Osiyo bilan urush qilyotdik. Bu urush 4 yil davom qilgan edi. Uningdan burun O'Brien qo'li bilan ishora qilib uni to'xtatdi. Yana bir misol, dedi u. Bir necha yil burun senda og'ir bir xato tuyg'u bor edi. Sen Jones, Aronson, Rutherford qatorliq 3 odam masalalarini to'liq topshirgandan keyin bozg'unchilik, sotqinlik jinoyati bilan ayblangan 3 ular u jinoyatlarni sodir qilmagan. Menda ularning jinoyatchi emasligini isbotlaydigan po'latdek yozim paket bor deb qaragandim. Senda o'zing tasavvuringda paydo qilib olgan bir parcha rasm bor edi. Sen uni rostla qo'limda bor deb ishnatding. U rasmmi yoki boshqa bir nimami ishqilib shundaqroq bir narsa edi. O'Brienning barmoqlari orasida bir parcha gazet parchasi paydo bo'ldi. U Winstonning ko'zining quyruqida 5 sekundcha turdi. U bir parcha fotosurat edi. Aniq shundaq edi. U dal o'zi 11 yil burun qo'lga tushirib qolgan va darhol yo'q qilib etgan Jones, Aronson va Rutherfordlarning New Yorkdagi partiya sho'bisi tushgan fotosuratning yana bir nusxasi edi. U rasm faqat uning ko'z oldida bir necha sekundda turgan va darhol yo'q qilingan edi. Ishqilib Winstonning u suratni ko'rganligida shak yo'q edi. U to'liq qiynalib yurib, badanining ustingi qismini ozroq medirlatmoqchi bo'ldi. Ammo badanini u yoq bu yoqqa biror santimetr medirlatish mumkin emas edi. Hatto u shu daqiqada kontrolg'uchni unutib qoldi. U shu topda faqat shu rasmni yana qo'lga bir ilib qayta bir qarab beqishnila o'ylayotdi. U borkanda, to'lab ketdi u. Yo'q, dedi O'Brien. O'Brien uyning yana bir tarafiga mangdi. U yerda bir xotira tuşki bor edi. O'Brien suratni shu yerga tashlab etdi. Surat issiq havo iqimida birdamdila pishqa tushib kulga aylandi. O'Brien burilib qaytib keldi. Kul. Endi yana tunuqsiz kul bo'lib ketdi.
U əmdi mavjud emas. U azaldan mavjud bo'lib boqmagan. Ammo u mavjud. U aslarda, xotirlarda mavjud. Mening esimda bor. Sizning esingizda bor. Mening esimda yo'q, dedi O'Brien. Winstonning yuragi birdilla toshning orasida qolgandek bo'ldi. Mana bu qo'sh tafakkur edi. U o'zini cheksiz g'erib his qildi. Agar u O'Brienning yolg'on aytayotganligini jazmlashtirib olgan bo'lsa, bu masala emas edi. Ammo O'Brienning bu suratni haqiqatan unutib ketgan bo'lishi tamoman mumkin edi. Agar undaq bo'lgan bo'lsa, O'Brien chuqum bu suratning esida borligini inkor qilganligini unutib ketgan. Unutib ketganligini unutib ketgan bo'ladi. Kimmi buni mundaqla bir oddiy o'yin deb jazmlashtira oladi? Balkim mengidagi hiliqi malmonliq haqiqatdanmi yuz berishi mumkin edi. Dal mushu o'y Winstonni mag'lub qildi. O'Brien uningga o'ychan bir nazarda qaradi va shu topning o'zida u bir kapsiz, ammo umidlik bir bolaga tarbiya qilayotgan o'qituvchiga o'xshab qolgan edi. O'tmishni kontrol qilish haqida partiyaning bir shuari bor. Shuni takrorlab boq, dedi O'Brien. Kim o'tmishni kontrol qilsa, kelgusini shu kontrol qiladi. Kim hozirni kontrol qilsa, o'tmishni shu kontrol qiladi, dedi Winston yuvashlik bilan. Kim hozirni kontrol qilsa, o'tmishni shu kontrol qiladi, deb takrorladi O'Brien qo'shilish ma'nosida beshini lingishtirib. Va Winston, sening qarshingcha o'tmish haqiqiy ravishda mavjudmi? deb so'radi yana. Uni yana bayamqidakla cho'nqir g'eriblik bosdi. Ko'zlari yanala kontrolg'ishda edi. U ha yoki yo'q degan qaysi javobning uni qiynoq azobidan qutuldira oladiganligini bilolmadi. Hatto o'zining zodi qaysi javobni to'g'ri deb qaraydiganligini bilolmay qoldi. O'Brien miyiqida kuldi. Sen bir metafizikchi emas, Winston. Mushu daqiqaning o'zicha sen mavjudlik deganning zodi nimidan derak berdiganligini haqiqiy turda o'ylanib boqmagan. Men savolni texmo oddiylashtiray. O'tmish konkret holda bo'shliqda mavjudmi yoki boshqa bir moddiy dunyoda mavjudmi? O'tmish shu topda zodi qayerda yuz beryotidi? Hech yerda. Undaqda o'tmish zodi qayerda? Arxivlarda, vasiqalarda, yozmalarda. Yozmalarda, ya'ni-chu, insonlarning ingida, xotirsida. Xotirsida, yaxshi. Partiyamiz barliq yozma hujjatlarni kontrol qiladi. Demak, insonlarning xotirsini kontrol qiladi. Demak, o'tmishni kontrol qiladi degan gap undaq emasmi? Ammo kishilarni voqea hodislarni esida tutib olishdan qanday to'sib bo'la olaysizlar? deb vaqirda Winston kontrol qilishni unutib qilib. Ular bularni tabiiyla esi tutib oladi. Bunda qilmaslikqa ularmi amal qila olmaydi. Siz qandaqmi insonlarning xotirasini kontrol qila olaysiz? Texi meningkinimi kontrol qila olmagan tursingiz. O'Brienning alpozi o'zgardi. U qo'lni kontrol qilish qo'ydi. Dal aksicha, sen texi uni kontrol qila olmading. Seni bu yerga dal shu ish bilan keldi. Dal sen o'zingni bilmagashga, intizomsiz bo'lg'ashqa mush yerga kelib qolding. Aslida sen bu yerda bundaq aqlning badilini to'lab yurmayding. Sen bir sarong bo'lishni, ossonlik bo'lishni tanlading. Faqat intizomchan minglarla reallikni ko'ra oladi. Winston, sen reallikni obyektiv bir tashqi mavjudiyat, o'zi xohlagan ravishda mustaqil mavjud bo'lib turadi deb qaraysan. Hem yana reallikning mohiyati o'zigidan ma'lum deb qaraysan. Sen o'zingni ma'lum bir narsani ko'ryapman degan yolg'on tuyg'uga ishondirganingda, sen boshqalarnimi men ko'rgan narsani ko'ryapti deb o'ylaysan. Reallik degan insonlarning engida mavjud. U hargizmi ongdan tashqari mavjudlik emas. U faqat insonlarning engidala mavjud. Albatta, yakki shaxslarning engida emas. Yakki ong to'la xatolashidi. Shundaqla hammani yo'qolib ketadigan narsalardimi emas. Faqat partiyaning engidala mavjud. Partiyaning engi kollektiv ong. Shundaqla yo'qolmas, o'lmas ongdir. Partiya haqiqat deb qargan har qanday narsa haqiqatdir. Partiyaning ko'zidan qaramay turib, reallikni, haqiqatni ko'rish mumkin emas. Bu sen qayta bilib olishing zarur bir bilim. Winston, bu insondan o'zini to'liq bitchit qilishini talab qiladi.
kuchlik iroda talab qiladi. Sen avval o'zingni bilishing, tuvan tutishing kerak. Shundala ondan haqiqiy aqlga erisha olaysan. Go'yo u deganlarining singib bo'lishini kutayotgandek bir necha minut lam-jim demay turdi. Esingda bormi? Davomlashtirdi u. Sen xotirangga erkinlik degan ikki qo'shilgan 2 tang 4 degili bo'lishdir deb yozgan eding. Ha, dedi Winston. O'Brien boshmaltig'ini besib olib, qolgan 4 barmog'ini tiklab Winston ko'rsatdi. Men qancha barmog'im tikladim? 4. Agar partiya bu 4 emas, 5 desichu. 4. Uning so'zi tugishiga qattiq og'riq boshlandi. Kontrolg'uchning istilkisi 45 ga ko'tarildi. Winstonning butun badanidan ter quyilib ketdi. O'pkisiga havo etilib kirib, bir xil chidovsiz og'riq paydo qildi-da, tishi jaqildab ketdi. O'Brien uningga qarab turadi. Qo'li yanala kontrolg'uchda edi. Tutqichni sal bo'shatdi. Og'riqmu agishib ozroq qo'yib berdi. Nechi bo'ladi? 4. Istilka 60 ga chiqdi. Nechi bo'ladi Winston? 4. Boshqa yana qancha olmoqchidi? Istilka cho'qim ko'tarildi, ammo Winston kontrolg'uchga qaramadi. O'Brienning surlik chiroyi va 4 barmog'i Winstonning ko'z oldini bir oldi. 4 barmoq uning ko'z oldida 4 dona g'oyat zo'r to'rikdek xira-shira lapangshiganda ko'rinadi, ammo aniqla 4 edi. Nechi barmoq Winston? 4. To'xtat uni, to'xtat! Nimandaq to'xtatmaysan? 4. Nechi bo'ladi Winston? 5. Yo'q, endi foydasi yo'q. Yolg'on aytyapsan. Sen yanala 4 bo'ladi deb o'ylayapsan. Nechi bo'ladi zodi? 4. 5. Ish qilib, sen nima desan shu? Ovni to'xtatsanlar bo'ldi, xo'sh bo'lay. Tuyuqsiz u O'Brienning murisiga qo'yib olgan qo'liga tayinib o'tirmoqchi bo'ldi. U bir necha sekund hushidan ketganda qiladi. Uni bog'lab qo'ygan narsa bo'shab ketgan edi. U qattiq to'ngib jaloqlab titrab ketdi. Uning tishimi jaqildab ketgan. Yoshlari mag'ziga sirg'ib tushgan edi. U birdilla bovoq onasiga chaplashgandek O'Brienning quchog'iga chaplashdi. Uning murisidan tutib turgan eg'ir bilaklar uningga rohat beg'ishlagan edi. Uningda O'Brien uning qo'g'dug'ichisidek bir tuyg'u paydo bo'ldi. Og'riq sirtdagi bir manbadan kelgan edi. U bo'lsa-mu O'Brien edi. Winstonni u og'riqdan faqat ashula qutqiza oladi. Sen bek asta anqirayotsan Winston, dedi O'Brien yumshoq talaffuzda. Menga nima amal? dedi Winston yig'lamsirab. Ko'z oldimdagi shu 4 barmoq tursa, 2 ni 2 qo'shsa 4 bo'lgan tursa. Ba'zida 5 mi bo'ladi Winston, ba'zida 3 mi chiqib qoladi, ba'zida hatto bularning hammasi to'g'ri bo'lib qoladi. Bakroq tirishishing kerak Winston. Aqlliq bo'lish oson ish emas. U Winstonni karvatga yotqizib qo'ydi. Uning qovurg'isi qaytadan kirishib ketdi, ammo og'riq xelila qo'yib berdi. Boyamqi titraklarmi yo'qoldi. Faqat so'g'uq va zaiflikni his qiladi. O'Brien yenidiki boyining yoqi met qilmay turgan oq kiyimli kishiga beshida ishora qildi. U odam engishib Winstonning ko'zlariga qaradi. Tumur so'qishini tekshirdi. Yurak so'qishini tingshidi. Ondan u yer bu yerini tutib boqdi va O'Brienga qarab beshini lingshitdi. Davomliq, dedi O'Brien. Og'riq yana Winstonning badaniga tarqaldi. Istilka chuqum 70 yoki 75 ni ko'rsatadi. Bu qitim u ko'zini yumib oldi. U barmoqlarning yanala shu yerlikni, ammo to'tligini biladi. Hozir uning asiyodi faqat mushu og'riq oxirlashqicha hayot turvilishla edi. U o'zining vaqirayotgan yoki vaqirmayotganligini bilish uchun sal to'xtab diqqat qilib boqdi. Og'riq yana bo'shidi. U ko'zini ochdi. O'Brien tutqichni yondirdi. Necha barmoq bo'ladi Winston? 4. Meningcha 4. Agar qurbim yetgan bo'lsa 5 deb ko'radigan bo'lardim. Men 5 deb ko'rishga tirishyapman. Qaysini tanlaysan? Uning 5 ekanligiga seni qoyil qilinishni-mi yoki o'zingning haqiqiy 5 deb ko'rishingni-mi? Haqiqiy ko'rishni. Qayta. Istilka haqiqatan 95 ga chiqdi.
Winston nemishqa bundaq og'riqning paydo bo'lganligini üzüb esləyəlidi. Onun ko'z oldida barmoqlardan shakllangan bir o'rmonliq larzon usul o'ynayotdi. Birdam yo'qab, birdam paydo bo'ladi. U bularni sanamoqchi bo'ladi, ammo nemishqa sanamoqchi bo'lganligini esləyolmaydi. U faqat ularni sanag'ili bo'lmaydiganligini biladi. U 4 bilan 5 ning sirli xususiyati tufaylidan edi. Og'riq yana qo'yib berdi. U ko'zini ochibla yana shu narsalarni ko'rdi. Ko'z oldida sonsizlagan barmoqlar, xuddi daraxtlarga o'xshamagan yo'linishlarga qarab lappangshyotdi. U ko'zlarini qayta yumdi. Qancha barmoq, Winston? Bilmayman. Agar yana unda qilsam, men o'ltirib qo'ysan. 4, 5, 6 rost gapim shuki bilmadim. Yomon emas, dedi O'Brien. Winstonning belikiga bir yig'na sanchildi. Shuning bilan tang shundoq rohat, illiq bir sezim uning butun badaniga taridi. Og'riq asosan degudek unutilib ketdi. U ko'zini ochdi va minnatdorlik nazari bilan O'Brienga qaradi. Bu qo'riq bosgan shunchalik ko'rimsiz, ammo quv chiroyga qarab, uning qalbida O'Brienga bo'lgan muhabbat ko'paydi. Mumkin bo'lsa, u qo'lini sunib, O'Brienning beliki ustiga qo'ygan bo'ladi. U O'Brienni azaldan hozirgidek bundoq yaxshi ko'rib boqmagan. Bu hargiz uning og'riqini to'xtatganligi uchunla emas edi. Uningdagi O'Brienga bo'lgan kona hissiyot, mayli O'Brien do'st bo'lsin yoki dushman bo'lsin, Winstonga qaytib keldi. Balkim kishilar yaxshi ko'rilishni, tushunilishdek bek xolab ketmasligi mumkin. O'Brien uni o'lgidek qiynadi. Balki yana qisqa vaqt ichida jazman uning jinini ilishimi mumkin. Ammo hech qisi yo'q. Ma'lum nuqtadan aytganda, bu do'stlikdimi o'ta cho'nqurlashib ketgan edi. Ular jon-jigarlardan edi. Balkim biror yerda, garchi nimalarni so'zlashni hech kim bilmasimi, ular chuqum darqamda ko'rishalaydi va munshalaydi. O'Brien uningga go'yoki umu shunda xiyollarda bo'layotgandek engishib qaradi. U tulimi yumshoq do'stona intonasiyada: "Qayerda ishkanligingni bilamsan, Winston?" "Bilmayman, ammo faraz qila olmayman. Shafqat ministerligida." "Bu yerda qanchalik turganligingni bilamsan?" "Yo'q, balkim kunlar, haftalar, oylar bo'lgandi. Meningcha bir necha oy bo'ldi." "Seningcha biz kishilarni bu yerga nima uchun kelamiz?" "Ularni masalasini iqror qildirish uchun." "Yo'q, yana o'ylab boq." "Ularni jazolash uchun." "Yo'q!" vaqirdi O'Brien. Uning ovozi yana o'zgardi. Chiroyimi darhol qo'rqinchli tusga kirdi. "Yo'q, ularni iqror qildirish yoki jazolash uchun emas. Men deb beraymi? Seni davolash uchun. Sana aqlingni topqizish uchun. Tushunamsan shuni? Bu yerga kelganlardan bizning qo'limizda saqaymay chiqib ketganlar bormi? Biz har qaysini sodir qilishgan u ahmoqona jinoyatlarga qiziqmaymiz. Partiya undaq maxfiy harakatlarga qiziqmaydi. Bizning eng ko'ngil bildig'imiz ideya. Biz dushmanlarimizni bitchit qilmaymiz, balki o'zgartimiz. Nima demoqchi bo'lganligimni tushunyapsansan? U Winstonga qarab engishdi. Tulimi yaqin kelgachga uning yuzi Winstonga nihoyatda yo'g'on ko'rindi. Ham osti tarafdan qarag'ashqa mutang, tulimi sat ko'rimsiz ko'rindi. Uningda boshqa bu yuzda bir xil takabburlik, saranglarcha ko'ranglik bor edi. Winstonning yuragi yana jig'iga taqildi. Agar qo'lidan kelgan bo'lsa, u karvatga texmi cho'ng'ir petib ketib olgan bo'ladi. Uningga O'Brien tutqishni yana bir ko'tarib qo'ygandek bilindi. Dal shu chaqda O'Brien yiroqlashdi. U oldi keyniga 2-3 qadam mengib o'tib, yana so'zini davomlashtirdi. Alpozi sal bo'shiga edi. "Tushunib olishing lozim bo'lgan birinchi ish shuki, bu yerda qahramonlik oqmaydi. Sen ilgirki diniy jazo qistoqlarini o'qigan. O'tira asrda diniy sud bor edi, ammo u mag'lub bo'lgan. Ular g'ayri dinga e'tiqod qilishni yo'qotmoqchi bo'lib qurilgan, ammo oxirida uni aksicha texmi kuchaytirib, abadiylashtirib qo'ydi. Birini yo'qotsa, menga paydo bo'ldi. Nimishqa? Chunki diniy sud ularni ochiqchilikda o'ltirgan. Bo'libmi ularni texi tövba qilmagan holatda o'ltirgan. Ular o'zlarining haqiqiy e'tiqodidan voz kechmaganligi uchun o'ltirilgan. Natijada butun shon-sharaf o'lguchiga, nomus haqorat ularni o'ltirganlarga mansub bo'lgan. Keyincha 20-asrlarda mustabidlar paydo bo'ldi. German natsistlari
va Rus kommunistlari maydonga chiqdi. Ruslar yot qarashdagilarni diniy jamiyatdagilardimi bekrak eg'ir bostirdi. Ham ularni biz tarixdan tajriba saboq oldik deb o'ylashdi. Ruslar hech bo'lmasa ularning qahramon bo'lib qolsa bo'lmaydiganligini bildi. Ular dushmanlarini ochiq sotqa ilib chiqishdan ilgari ularning g'ururini to'liq dafsanda qildi. Qiynadi, yolg'iz qo'ydi, palidi, tasavvur qilg'usiz usullarda xo'rladi. Ularmi eg'iziga tiqib qo'yilganini iqror qildi. Bir-birini ittik tishlab tortishdi, shafqat tilab ichinishliq yilinishdi. Ammo bir necha yildan keyin o'xshash ish yana takrorlandi. Ular yana qahramonga aylandi. Ularning xo'rliqi unutib ketildi. Yana bu nimishqa? Birinchidan, ularning tövbisi, iqrori majburlanganda aytilgan, ya'ni yolg'on. Biz unda xatolikni sodir qilmaymiz. Bu yerdagi iqror, tövblar rost, haqiqiy. Biz ularni haqiqiy tövba qildiramiz. Hargiz keyingi avlodlar bizni aslaydi, gunohsizligimiz isbotlaydi deb xom xiyol qilma Winston. Avlodlar sizlarni bilmaydi. Sizlar tarixdan butunlay uchirilsizlar. Biz sizlarni parga aylantirib atmosferaga qo'yitimiz. Sizlarning hech nimanglar qolmaydi. Birər tal xitinglar, birər əslimanglarmı qalmaydı. Sen tarixdinmi, kelgusidinmi uchirilsan. Sen əzəldin mevcut bo'lib baxmagan. Undaqda men nim deb qiynaydi, deb o'yladi Winston intayin ochiq tuyg'uda. Go'yo Winston bu o'yini deb tashlaydigandek, O'Brien qadamlarini to'xtatdi. Uning ko'rimsiz yuzlari, sal qisilgan ko'zlari Winstonga yaqinlashdi. Sen o'ylayotsan, dedi O'Brien. Bizni mushundaq bitchit qilmoqchi bo'lgandikin, bizning deginimiz, qilganlarimizning hech nimaga foydasi bo'lmagandikin, undaqda nima deb bizni buncha qiynab so'roq qilib avora bo'lasizlar, deb o'ylayotsan Winston, shundaqmi? Shundaq, dedi Winston. O'Brien miyiqida kuldi. Sen xaritaning yuzdagi bir cheket Winston, cho'qim surtib tashlanishga tegishli bir dog'. Sana bayıla bizning burunqilarga o'xshamaydiganligimizni demidimmi? Biz passiv bo'ysunishga rozi bo'lmaymiz. Pes qullarcha bo'ysunishni yetarlik deb qaramaymiz. Oxirgi hisobda sening itoating mutlaq erkin tanlashingdan kelishi kerak. Biz yot ideyadagilarni bizga qarshi turganligi uchun bitchit qilmaymiz. Bizga qarshilik ko'rsatibla turdi ekan, biz ularni bitchit qilmaymiz. Biz ularni o'zgartimiz, ichidan kontrol qilamiz. Ularni qayta qurib chiqimiz. Biz ulardagi barliq razillik, xato tuyg'ularni yo'q qilamiz. Biz ularni o'zimiz tarafga tortimiz. Hargizmi tashqi shaklda emas, balki haqiqiy yo'sinda, yuraki, vujudi bilan ularni o'ltirishdan burun biz ularni o'zimizning bir a'zosiga aylantiramiz. Biz har qanday bir xato ideyaning, mayli u qanchalik kuchsiz, maxfiy bo'lsin, dunyoning har qanday bir yerida mavjud bo'lishiga keng qursaqlik qila olmaymiz. Hatta o'lim daqiqalaridimi biz har qanday kichkina ideyaviy chatnashni qabul qila olmaymiz. Burunqi zamonda bir g'ayri din muxlisi darg'imu o'z e'tiqodi bilan mang'atdi. O'zining e'tiqodini oshkora jakorlab ko'ranglaytdi. Hatto ruslar tarafidan tozlanganlarmi o'q maydoniga o'z ideyasini kallasida ko'tarib mang'atdi. Ammo biz kishilarning mingisini portlatib etishdan ilgari ularning mingisini o'zgartib mukammallashtiramiz. Burunqi zolimlarning buyruqi. Sen bunda qilmasliging kerak edi. Rossiya mustabidlarining buyruqi. Sen unda qilishing kerak bo'ldi. Endi bizning buyruqimiz sen mundaq bo'lishing kerak. Biz bu yerga kelgan har qanday odam keyin biz bilan dushmanlasholmaydi. Hammaylar pok-pokiz yuyiladi. Sen bir chaqlarda gunohsiz deb ishongan Jones, Aronson, Rutherfordlarni biz oxirida to'liq bitchit qildik. Ularni so'roq qilishga men qatnashgan. Men ularning asta-asta bitchit bo'lganini ko'zim bilan ko'rdim. Qaqshidi, tizlandi, yig'ladi. Oxirida qo'rqinish yoki azobdan emas, gunohiga pushaymon qilib o'zgardi. Oxirida ularda faqat odamning gavdasila qilib qoldi. Ularning vujudida qilganlariga pushaymon, nadomat va g'o'jakiga bo'lgan muhabbatdan boshqa hech nima qolmadi. Ularning g'o'jakini qanchalik yaxshi ko'rdiganligini ko'rish bekla ta'sirlik. Ular bizni amdi etiytinglar deb yalvorib ketdi. Shundaq bo'lgandila ular haqiqiy gunohsiz pok ketalaydi. Uning ovozi borgan sari tush ko'rayotgani chiqishga boshladi. Hayajon, saranglarcha asabiylik uning chiroyidan monaman deb ko'rinib turadi.
U yolg'ondan undaq bo'lolmadi deb o'yladi Winston. U undaq saxtipaz emas edi. U o'zi degan gaplarga cho'nqur ishnatdi. O'zining aqlining O'Brayenningkidan ko'p oddiyligini bilib qolganligi Winstonni intayin azobladi. U oldi keyniga mengayotgan bu qomatli gavdaga qaradi. O'Brayен har qanday jihatda Winstondan ustun edi. Winstonda O'Brayен bilmaydigan, rad qilolmaydigan, raddiya berolmaydigan hech qanday ideya yo'q edi. Uning mingisi Winstonninkinimi o'z ichiga olgan edi. Bundaq ahvolda O'Brayенni qandaqmi sarang degili bo'lsin. Sarangi cho'qimki Winstonning o'zi. O'Brayен to'xtab Winstonga engishib qaradi. Uning alpozi yana surlik tus oldi. O'zingni bizga qanchalik topshirsangmi, o'zimni qutqiza olayman deb hargiz tasavvur qilma, Winston. Biror qitim ozg'onlardan kechirilgani yo'q. Hatto biz sana normal turmush kechirishga ruxsat qilgan taqdirdimi, hargiz changalimizdan qochib chiqib ketolmaysan. Bu yerda sana bo'lgan ishlarning hammasi mangulik. Buni balduroq bilib qo'y. Biz seni mangu asliga kelolmaydigan darajada bitchit qilib etimiz. 1000 yil yashasangmi asliga kelolmaysan. Senda endi odatdagi odamlarda bo'lgan his tuyg'u bo'lmaydi. Hamma ichingda o'lib bo'lgan bo'ladi. Endi senda muhabbat, do'stlik, kulka, xushallik, qiziqish, jasorat, iroda deganlar bo'lmaydi. Sen pak-pakiza quruq dilinisan. Vujudingdagi hamma narsani tozalab etib, o'rniga o'zimizni qachilaymiz. U to'xtadi va yinidagi oq kiyimlikka ishorat qildi. Winston bir eg'ir uskunaning beshining ostiga qo'yilganligini sezdi. O'Brayен karvatda o'ltirdi. Hozir uning beshi Winstonninki bilan tekishlikka keldi. 3000 dedi O'Brayen oq kiyimlik odamga. Oq kiyimlik odam 2 dona nam, yapaloq, yumshoqroq narsani uning chekkasiga qo'ydi. Winston qo'rqib ketdi. Og'riq boshlanayotgan edi. Bu boshqacha bir og'riq edi. O'Brayen qo'lini to'limu mehribonlik bilan uning peshonasiga qo'ydi. Bu og'ritmaydi. Mening ko'zimdan ko'zingni uzma. Osmon zaminni o'rvatgudek kuchli bir portlash yuz berdi. Ovoz chiqqan chiqmaganini aniq jazmlashtirgili bo'lmaydi. Ko'zni qarg'u qiladigan bir kuchli nur chaqnadi. Winston hech qanday og'riq sezmadi, ammo qilcha madori qolmadi. Gerçi u bu ish yuz berganda yetiqliq bo'lsa-mu, ammo uningda yanala birari mushundaq yatqizib qo'ygandek bir sezim bo'ldi. Hech qanday og'ritmaydigan bir kuchli zarba uni qog'ozdek yapaloq qilavatdi. Qolisidimi bir ishlar bo'layotdi. Uning ko'zi sal asliga kelishga boshlaganda, u yetayotganining o'zi ishkanligini sezdi. O'ziga qarab turgan chiroynimi tunidi. Ammo go'yo mingisining ma'lum qismini eliyotgandek, qolisining bir yerlari quruqlanib qolgan edi. Uzoq davomlashmaydi, dedi O'Brayen. Ko'zimga qara. Okeaniya qaysi davlat bilan urushda? Winston o'ylandi. U Okeaniyaning nimaligini, o'zining u yerning fuqarosi ekanligini biladi. U yana Sharqiy Osiyo va Yevro Osiyolarni esiga oldi. Ammo kimning kimlar uchun urushda ekanligini u bilmaydi. Amaliyotda u urushning mavjudligini bilmaydi. Esimga ololmadim. Okeaniya hozir Sharqiy Osiyo bilan urushda. Bu esingdimi? Ha. Okeaniya sen tug'ilgandan buyon, partiya qurilgandan buyon, tarix boshlangandan buyon Sharqiy Osiyo bilan urushda. Bu urush azaldan uzilib boqmadi. Bu esingdimi? Ha. 10 yil burun sen sotqiliq jinoyati bilan o'limga buyurilgan uchaylarning afsonasini o'ydirib chiqarding. Sen ularning gunohsizligini isbotlaydigan bir parcha foto surat bor deb yolg'on aytding. Uni o'zing paydo qilgan. Keyin o'zingmi shuningga ishinib qolgan eding. Sen dastlabda uni o'ydirgan vaqtingni asliyalamsan. Ha. Boya men sana barmoqlarimni sana ko'rsatdim, esingdimi? Ha. O'Brayen so'l qo'ldagi 4 barmog'ini tiklab Winston ko'rsatdi. Bu yerda 5 barmoq bor. 5 barmoqni ko'rdingmi? Ha. Uning qalisidagi ko'rinish o'zgarishdan burun to'liq qisqa bir daqiqa ichida u rostnila ko'rdi. U 5 barmoqni ko'rdi. 5lisi tiklangan edi. Ondan hamma ishlar normal holatiga qaytdi. Yana avvalgi qo'rqinch, nafrat, tingirqashlar kelkunda qaytib keldi. Ammo ozroq vaqt o'tib edi, balkim 30 sekund o'tdi, ish qilib uni aniq bilmaydi. O'Brayning har bir gapi
bayoni uning mingsidagi bo'shliqqa quyilishqa, mutlaq haqiqatga aylanishqa boshladi. 2 ga 2 ni qo'shsa amdi osonla 3, 5 bo'ldi. U daqiqalar O'Brayin uning peshonasidan qo'lini olgan chaqda ondan oxirlashdi. Ammo Winston uni tutib ololmagan bo'lsa-mu, xuddi o'zgargan bir odam o'zining asli salohiyatidagi hayotida yashagan ma'lum bir turmush kartinasini eslagandek eslayalaydi. Amdi bilding Winston, demak, bu ma'lum darajada mumkin. Shundaqkan O'Brayin rozimanlik bilan o'rnidan turdi. Winston O'Brayinning so'l tarafidagi oq kiyimlik odamning bir ampulni chiqarib shpris bilan uningdan bir nima tortayotganligini ko'rdi. O'Brayin tabassum bilan Winstonga qaradi. U yanala avvalgi kona harakati bilan ko'zoynakini tuzashtirdi. Xotirangga men to'g'riliq u mayli do'st bo'lsin, dushman bo'lsin, meni tushunadigan va sirdosh qilib biladigan odam deb yozganing esingdimi? To'g'ri. To'g'ri aytqayding. Men sen bilan paranglashishdan huzurlanaman. Sening kallangni yaxshi ko'raman. Meningkiga o'xshaydi, ammo sen bir sarangliqqa mubtilla. Bugungi bosqichdagi ishlarimiz oxirlashdan burun mendan so'rg'on kelgan savollarni so'rsang bo'ldi. Har qanday savol bo'lsa bo'lamdi. Bo'laverdi. U Winstonning ko'zining kontrolg'ishda ishkalligini ko'rdi. Uni etivetdim. Qani, birinchi savolingni so'ra. Juliani nima qildinglar? deb so'rdi Winston. O'Brayin yana kuldi. U sana osiylik qildi, Winston. Nihoyat tez va hech nima qo'ymay hammani pash qildi. Men undaq tez topshirganlarni bek oz uchratgan. Agar uni qayta uchirtib qolsangmi, tuniy olmaysan. Uning vujudidagi barliq isyon, aldamchilik, dudlik, idivi yo'ruqliq hammasini pak-pakiz yuyib, uni qaytadan bir mukammal odam qilib qurib chiqdik. Qaltis o'rnak bo'ldi. Uni qiynadingizmi? O'Brayin uning javob bermadi. Amdiki savol, Xo'jaka rostdan mavjudmi? Albatta mavjud. Partiya mavjud. Xo'jaka partiyaning gavdalanishi. U men mavjud bo'lgandek mavjudmi? Sen mavjud emas, dedi O'Brayin. Winstonni heliqi tasvirlagisiz g'eriblik yana bosdi. U o'zining mavjud emasligini isbotlaydigan zakullarning nimaligini bilatdi yoki ularni tasavvur qila oladi, ammo uning hammasi quruq gap edi. So'z o'yindan boshqa narsa emas edi. Sen mavjud emas degan bayonda logikalik mujmallik bor emasmi? Ammo undaq bo'lganing nima ahmiyati? U O'Brayinning o'zining mavjud emasligini isbotlaydigan odam javob berib bo'lg'ili bo'lmaydigan sarang zakullarni o'ylab tugilib ketdi. Meningcha, men mavjud, dedi Winston harg'inlik bilan. O'zimning kimligini bilaman. Men tug'ilgan ham o'laman. Mening pachoq bilaklarim bor. Men hozir ma'lum bo'shliqni egilib turyapman. Boshqa bir modda. Birla vaqtda men egilagan bo'shliqda mavjud bo'la olmaydi. Xo'jaka mana mushu menda mavjudmi? Undaq bo'lishi muhim emas. U mavjud. U o'lib qolamdi. Yo'q, albatta, u qandoq o'lib qolsin? Amdiki savol. Qarindoshlar mavjudmi? Buni sen mengu bilolmaysan, Winston. Sen bilan bo'lgan ishimiz tugab seni qo'yayotgandimi? Sen 90 yoshgacha yashayolgandimi? Bu savolning javobini bilolmaysan. Sen hayotda bo'ldikansan, u sening mingangdagi javobsiz tepishmoq beti turadi. Winston un chiqmay yetib ketdi. Uning ko'ksi sal tezroq ko'tarilib tushishga boshladi. U texcha kalisiga bosh kelgan savolni so'ramagan edi. U uni so'rishi kerak edi, ammo tilidan chiqmayotdi. O'Brayinning chiroyida mamnunlik alomatlari ko'rildi. Uning ko'zoynaklarimi xuddi bir xil masxiralik paqirayotdi. Winston birdilla O'Brayin mening nima so'ramoqchi bo'lganligimni biladi deb o'ylab qoldi. Dal shu chaqda bu savolmi uning og'zidan etilib chiqdi. 101 nomerlik o'yning ichida nima bor? O'Brayinning ifodasi o'zgarmadi. U ifodasizla javob berdi. Sen uni bilasan, hammalar uning ichida nima borligini biladi. O'Brayin yendiki oq kiyimlik odamga barmog'ida ishorat qildi. Ro'shanki, bugungi bosqich oxirlashqa edi. Jingna Winstonning bilikiga sanjildi. U tezla cho'nqur uyquga g'arq bo'ldi. Shunday qilib bu qitimliq roman o'qishimiz mushargich bo'ldi.
Davomini kelar qatim o'qiymiz. Xayr, xo'sh, Allohga omonat.